Bu fasad baquvvat bo'ladi. Bugun siz bilan Kelesdagi 450 kvadratga yaqin tashqi fasad izolyatsiya ishlarini qisqacha tanishtirib o'taman. Kelesdagi bu obyektimizda tashqi devor qalinligi 380 mm, ya'ni 1,5 g'isht 38 cm. Biz uy egalariga tushuntirdik. G'isht kladkalari yaxshi to'g'ri to'ldirilganligi uchun biz suvoq qilmasdan bazaltni srazu mana shu fasadni ustiga urib beramiz. Uy egalariga yana bitta qisqa tavsiya: agar suvoq qilingan yo suvoq qilinmagan bo'lsa zarari yo'q. Tashqi fasadga minimal effektivlikka erishish uchun 5 cm qalinlikdagi bazalt vatalarini montaj qilganmiz. Atkos qismlariga e'tibor bersanglar, polniy kontur, ya'ni teplый kontur qilib, atkos qismlariga ham kamenniy vatada montaj qilyapmiz. Fasadga bazalt plitani maxsus kleyda yopishtirganimizdan keyin jubilирование, ya'ni jubil qotiramiz. 1 kvadratga 5,5-6 ta tashkil qiladi. Ikkita devor uchrashgan maxsus zonalarga svязка qilinib, bazalt maxsus norma bo'yicha terib ketiladi. Fasadga to'liq bazalt va jubilирование qilingandan keyin armirovka sloyi, ya'ni klevoy shtukaturniy rastvorda maxsus fasadniy setka yopishtirib chiqiladi. Montaj ishlarini boshlashdan oldin fasaddagi elektrika va konditsioner agregatlari turadigan joylarni ham uy egalaridan so'rab, maxsus atmetkalardan keyin o'sha joylarni ham qoldirib ketamiz. Agar tashqi fasad yoritishga mo'ljallangan bo'lsa, uy egalariga shu simlarni ham chiqarib ketishi tavsiya qilamiz. Tashqi fasadni izolyatsiya qilib Kelesdagi obyekt uy egalari o'z avlodlariga yozda salqin, qishda issiq va shuningdek gaz va elektrdan oqilona va tejamkor holda foydalaniladigan obyekt qoldirayotganidan xursandman. Agar siz ham gaz va elektr kommunal to'lovlaridan ekonom qilmoqchi bo'lsangiz, albatta описаниедagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling.